Hammaga salom, sizlar bilan Jamol va men videomga xush kelibsizlar va bugun biz ekstremalniy narsalar qilib o'tamiz va bu mening ajoyib challenge'im. Men mototsiklda mana shu joydan sakrab o'tishim kerak bo'ladi. Hamda bu joydan sakrab o'tganimdan keyin mana bu arrani o'rtasidan o'tganimdan keyin esa mana shunday lavadan sakrab o'tishim kerak bo'ladi. Agar men albatta sakrab o'ta olsam, men challenge'ni bajargan va yutgan hisoblanaman. Agar sizlarga bu narsa yoqadigan bo'lsa, like bosishni hamda obuna bo'lishni unutmaymiz. Hamda kommentariy yozib qo'yamiz. Qishloqlar, sizlarga yoqdimi? Demak, Jamol, tushunishim bo'yicha sen yangi kanal ochding va bu yerga ekstremalniy videolar qo'yib borasan, to'g'rimi? Yana sen kaskadyor ham, professional ham emassan, shunchaki oddiy qishloqsan, to'g'rimi? Ha, shunaqa, shuning uchun ham meni hamma yaxshi ko'radi. Demak, tushunishim bo'yicha sen mana shu mototsiklda, mana shu joydan sakrab o'tib, keyin esa arradan o'tib, hamda lavali joydan sakrab o'tmoqchisan, to'g'rimi? Ha, hammasi ajoyib emasmi? Ularli qishloqi. Nima, shu uchun bizni chaqirdimi? Nima, bola, sizlarga hech narsa yoqmayaptimi? Nima qilishim kerak bu juda ham ajoyib bo'lish uchun nima? Men timsohlarni olib kelib mana shu joyga joylab uni o'zidan sakrashim kerakmi? Jinnimisan, bu juda ham epichli va juda ham qo'rqinchli-ku. Ha, unda yaxshi. Jamol, sen tentak bo'lib qoldingmi? Sen buni umuman qila olmaysan. Yaxshilab tushunsang-chi, o'lib ketishing mumkin. Ha, sen menga ishonmayapsanmi, Kompot? Obunachilarim esa menga ishonadi. Obunachilar seni jarga tushishingni ko'rmoqchi. Nima bo'pti? Like'lar bosishadi. Sen bunday xavfli videolar olmasliging kerak. Bu juda ham o'zing uchun ham, sog'lig'ing uchun ham xavfli. Men Kompotga qo'shilaman. Nega senga bu kerak? Jamol, unaqa qilma. O'zimga yoqayapti. Agar rostdan ham shunaqa qilmoqchi bo'lsang, birinchi mana shu skuterda haydashni o'rgan. Keyin esa bu narsalarni qilishga harakat qilib ko'r. Shunchaki hammangiz qo'rqoqsiz. Ha, qo'rqoqsizlar. Men bugun bu narsani qilaman. Ya'ni kechqurun shunday quyosh botayotgan payti chiroyligina. Nima, seni toming ketib qoldimi? Qana qishloqlar, buni bu yo'ldan qaytaramiz, qani? Qishloqqa bu senga nimaga kerak? To'xtat bu ishingni. Voy, shunday asabimni buzyapsizlar, shunday asabimni buzyapsizlar. Men buni barram qilaman kechqurun, tushunarlimi? Bunday bo'ladigan bo'lsa, men qana qishloqqa ketdim, ovqatlanaman. Xayr. Xo'sh qishloqlar, tabriklayman. Endi bittaga kamaydik. Bu qanday jinni bo'lmasa, eshitdinglarmi nima qilmoqchi? Bu rostdan ham tentak bo'lib qolgan. Biz nimadir qilishimiz kerak. Unga faqat obunachilar, like'lar bo'lsa bo'ldi. Nima qilsak ekan, to'xtinglar. Biz undan ko'ra men bu skuterni nima bo'lsa ham otib olsak bo'lmasmikan? Nima deb o'ylaysizlar? Keyin otga o'tirishi mumkin yoki o'zi oyog'ida sakrab olishi ham mumkin. Ha, rostdan ham bu ishni qilmasligi uchun biz albatta boshqa yo'lni o'ylab topishimiz kerak. Bunday bo'ladigan bo'lsa, qani qishloqqa ketdik, o'sha yerda gaplashamiz. Ha, to'g'ri gapirasizlar. Qani qishloqqa boraveringlar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Kompot va ko'rib turganingizdek mana Jamol o'zining ajoyib ishlarini boshlab turibdi. Bu bolakay, xo'sh qaranglar. Bu hozir mana bu joyga kelib sakrab o'y. Qarochi, u mana shu joydan sakrab o'tib, keyin arradan o'tdi va arradan keyin lavali joydan o'tmoqchi bo'layapti. Va biz uni bu yo'ldan qaytarishimiz kerak, do'stlar. Bilasizlar, Jamol juda ham o'zini ishni qilishga yoqtiradigan bo'ladi. Shuning uchun biz uni nimadir qilib qutqarishimiz kerak bu fikrdan. Xo'p, mayli, biz nimadir o'ylab topamiz va biz qishloqqa borishimiz kerak. Chunki men qishloqqa bo'lgan yo'lni to'g'risini aytsam, yaxshi eslab qolmaganman. Kechirasizlar qishloqlar, men kutirib qo'ydim. Xo'sh, kimdadir qanday fikr bormi? Xo'sh, Kompot, menda bitta ideya bor mana. Nima bu bo'ldi? Nima og'riq qoldiruvchi? Qo'ysangchi, yana fikrlar bormi qani? Mana Kompot, mana buni ol. Bu taxta, biz uni uyni bekitib qo'yamiz va o'sha yerda qamalib qoladi. Ha, bu juda yaxshi fikr. Demak, qaranglar, hozir u uyda va biz borib uni qamasak ham bo'laveradi. To'g'risini aytsam, bu fikr menga yoqmayapti. Chunki biz agar buni olib borib qoqadigan bo'lsak, u albatta qochib ketishi mumkin. Shu sababli yo'q. Ha, bu juda ham shovqinli fikr. Demak, nima qilsak bo'lar ekan Jamol qochmasligi uchun? Menda bitta fikr bor. Nima, Zanjir, sen nimani taklif qilyapsan? Qani aytchi? Uni shunchaki kravatga bog'lab qo'yamiz va bo'ldi. Shunda sen shu yo'l bilan u uydan chiqmasligini xohlayapsan, to'g'rimi? Qara, biz shunchaki eshikni zanjir bilan bog'lamaymiz. Biz uni o'zini kravatga bog'lab qo'yamiz. Shunda qochib keta olmaydi. Ha, uni kravatga bog'lab qo'yish bu juda ham yaxshi fikr. Hamma qo'shiladimi? Menga bu fikr yoqayapti. Va menga ham. Unda Jamolnikiga ketdik. Qanday shirin sandvich, qornim to'yib ketdi. Qanday mazali. Xo'sh, kechqurun bo'lmadimi? Yo'q, hali kechqurun bo'lmadi. Xo'sh, nima qilamiz endi? Qani edi tezroq videomni olsam va joylasam. Lekin men buni kechqurun bo'ladi deb obunachilarimga aytgan edim.
Xo'sh, nima qilamiz endi? Negadir uyqum kelyapti. Qani, bir borib yotsam degan kravatda. Mayli. Kravatda biroz kechqurungacha ham uxlay olamiz. Qani, demak, rejani qayta takrorlaymiz. Sen kirasan va uni olib kravatga qo'yasan. Men esa mana bu zanjir bilan uni o'rab tashlayman. Tushunarlimi? Ha, hammasi tushunarli kompot. Endi biz Jamolning oldiga borib, uni o'rab bu ishlardan qaytaramiz. Xuddi shunday qishloqlar. Unday bo'ladigan bo'lsa, hozir biz kiramiz. Ko'ramizlar? 1 2 3 qara kiramiz. Hamma jim bo'lsin, uxlayapti. Kompot uxlayotgan ekan u. Hammasi endi oson bo'ladi. Demak, qishloqlar ortiqchalar chiqib ketsin va mana olinglar zanjirni, olinglar. Qani yordam beringlar, o'rab tashlaymiz. Xo'sh, qishloqlar biz uni o'radik. Endi u hech qanday joyga bora olmaydi. Nima? Tushunmadim. Meni kim o'rab tashladi? Nima? Bu sonli paralichmi? Ha, bu sonli paralich. Endi nima qilaman? Bu sonli paralich. Qanaqa sonli paralich? Jamol, biz seni shunchaki o'rab tashladik hech qayerga ketmasliging uchun. Nima bu, qandaydir prikolmi? Iltimos meni qo'yib yuboringlar, men qimirlay olmayapman. Sen boshqa jinnilik qilmasliging uchun shunday qildik. Nega bunday qildilaring? Iltimos meni qo'yib yuboringlar, tezroq. Hamma bu yerda seni sog'lig'ingni o'ylab yig'ilgan. Shuning uchun iltimos jimgina yotganda boshqa ortiqcha ishlar qilmagin. Qo'y, men videorolik joylashim kerak-ku, axir kechqurun. Hech nima bo'lmaydi, Jamol. Nima jinnimisizlar? Meni ekstremalniy hobbiyimdan bo'ladi. Meni kanalimni udalib qilishga keyin to'g'ri keladi-ku, axir. O, ana, yaxshi yangilik, uni ko'proq mana shu yerda qoldiramiz endi. Qo'y, shunchaki meni qo'yib yuboringlar. Nega meni shunday katta zanjirlar bilan o'rab tashladilaring, yaramasizlar. Xo'sh, bu hammasi u uchun. Xo'sh, nima deysizlar endi? Qani, choy ichamizmi? Ketdikmi? Ha, ketdik, kompot. Biz o'zimizni ishni qilib bo'ldik. Qo'y, meni qo'yib yuboringlar. Men hech qayerga ketmayman. Shunchaki men sizlar bilan choy ichib o'tiraman. Yo'q, yotaver joyingda, aldoqchi. Xo'sh, qani qimirlama bu yerdan, qimirlama. Xo'sh, unday bo'ladigan bo'lsa, qishloqlar xo'sh. Ketamiz. Qani ketdik. Nima? Rostdan ham ketib qoldinglarmi? Qo'y, men boshqa bunaqa narsalar qilmayman. Jamgina yotaman, hech qayerga bormayman. Chin so'zim, iltimos, meni qo'yib yuboringlar, qishloqlar. Qanday shirin choy bo'lmasa, qanday buni qilding? Yarim og'iz bilan o'tlarni terdik. Juda ham shirin choy ekan, Keyinroq aytib ber qanday qilinishini. Oddiy yashil va shirin choy. Zo'r qishloqlar, juda ham zo'r. Qaranglar, o'zi quyosh tushayotgan ekan. Qiziqarli, Jamol nima qilayotgan ekan? Quyosh botishiga o'zini ekstremalniy videosini olmoqchi edi. Qanaqa video? Biz Jamolni shunday o'rab tashladikki, hali ham yig'lab yotgan bo'lsa kerak kravatida. Kompot, ishonching komilmi? Rostdan ham qattiq o'rilganmidi zanjirlar? Albatta, mazza qilib uxlab yotgan bo'lsa kerak. Nimadir qilish kerak. Zanjirni ham bu ablahlar shunchalik qattiq bog'laydimi? Yomon botyapti. Xo'sh, biron nima esmi keldi? Ha, men hozir oyog'im yordamida sekin sandiqni ochib olishim kerak. Qani, ochira qolsang-chi, xo'sh. Menimcha ochishga yaqinlashyapti. Ha, o'xshayapti shekilli. Bilasizlarmi do'stlar, hozir men nimagadir unga achinib ketyapman. Chunki biz mana shiringina choy ichib o'tiribmiz. U esa qiynalib zanjirlarda o'tiribdi. Yotibdi, to'g'ri yotibdi. Xo'sh, men o'ylab topdim, hozir men mana shu yerda o'tirib turinglar, menga choy olib borib beraman. Xo'sh do'stlar, biz qani yaqinlashib kelyapmiz va sekin unga choyni olib borib berishimiz kerak. Xo'sh, qani Jamol ocha qolish. To'g'ri, sen yotibsan-ku Jamol. Tushunmadim. Jamol qochib ketibdimi? Nimadir qilish kerak. Qanday qochib ketgan qo'maylar? Qishloqlar, qayerdasizlar? Qishloqlar, men bildim, Jamol qochib ketgan ekan. Nimadir qilmasak bo'lmaydi. Nima bo'ldi, kompot? Nima bo'ldi? Qani aytchi. Jamol qochib ketibdi, u yo'q. U qanday qochib ketibdi? Axir uni zanjir bilan qattiq bog'lab qo'ygan edik-ku, yaramas. Bilmadim, u yerda zanjirlar kesilgan edi. Stop, u qayerga ketgan bo'lishi kerak? Qani hamma jarga. Qani ketdik bo'linglar. Qishloqlar, qaranglar, ana u turibdi Jamol. Yaxshi ulguribmiz. Qani tezroq oldiga bormasak bo'lmaydi. Qani qishloqlar, yuguramiz. Qani tezroq. Mana meni do'stlarim keldi. Rejasi ishlamagan. Biz seni sog'lig'ing haqida o'ylayapmiz. Bunaqa narsani qilishni o'ylab ham ko'rma, iltimos Jamol. Nima meni oddiy zanjir to'xtatadi deb o'yladilaringmi? Kravatga bog'lasa chiqa olmaydi Jamol deb o'ylaganmidilaring? Hech qachon to'xtatmaydi. Qo'ysangchi Jamol, qani uyga boramiz, choy ichamiz mazza qilib. Yo'q, men unday bo'ladigan bo'lsa boshlaymiz. Qani obunachilar, Jamol to'xtasangchi. Qani ket, to'xtat Jamol, to'xtat. Nima bo'lyapti? Jamol. Hammasi boshqacha bo'ldi-ku. Xo'sh, qani tezroq skoringni endi chaqiramiz.
Xo'sh, Jamol bunday qarayapman-da, menimcha bundan ham battar bo'lishi mumkin edi. Nega men bunday yomon narsalar qildim-ay? Biz seni ogohlantirgan edik, Jamol, xuddi shunday. Shifokor sifatida aytamanki, seni tirik qolganing o'zi kattakon bir mo'jiza. Bolalar, meni belim qichyapti. Iltimos, kimdir qashivoringlar, yordam kerak. Jamol, doktor senga hech kim tegmasligini aytgan edi. Shuning uchun jimgina yotgin. O'zimga kelishim bilan albatta o'sha kanalimni o'chirib yuborishga harakat qilaman, so'z beraman. Jamol, eslab qol, like va obunachilar uchun o'zini qiynash umuman kerak emas. Hamma tushunib yetdim, afsuski juda ham kech. Mayli Jamol, sen o'zingga kelaver, keyin boshqacha gaplashamiz.